Savol: Er-xotin yotoqxonasida namoz va Qur'on o'qish mumkinmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Er-xotin yotoqxonasida namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish bu joiz amal hisoblanadi. Shariatimizda bunga hech qanday monelik yo'q. Balki o'sha namoz o'qiydigan joy, makon pok bo'lsa bo'ldi. Jumladan hadislarda, sahih hadislarimizda, kitoblarimizda bu haqda ma'lumotlar kelgan. Payg'ambar alayhisalom ayollarni xonalariga borganlarida sunnat, nafl namozlarini, tahajjud namozlarini o'qiganliklari rivoyat qilingan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisda Oysha onamiz aytadilarki: "Kuntu anamu bayna yaday Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va rijlay fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani fa qabadtu rijlay fa idza qama basattuhuma." Ya'ni Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlar oldilarida yotar edim va u kishi namoz o'qiyotganlarida oyog'im u kishini qibla tarafida bo'lardi. Agar u kishi sajda qilsalar, meniga bir teginib qo'yardilar va men oyog'imni yig'ishtirib olardim va keyin turganlarida esa yana oyog'imni yoyib olardim deganlar. Demak, mana shu hadisga ko'ra Payg'ambar alayhisalom uylarda namozlarni o'qiganlar va bu shariatimizda bunda hech qanday bir qaytarilgan joyi yo'q ekan. Shuningdek, Jobir radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom men uchun butun yer yuzi namozgoh qilindi deganlar va qaysi ummatimga xohlagan paytda agar namoz vaqti bo'ladigan bo'lsa, uni xohlagan joyda o'qib olsin deganlar. Demakki, biz uyimizda yoki yotoqxonada bo'ladimi, namoz o'qib olishimiz hech qanday bir monegligi yo'q ekan. Qolaversa, yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, uyda agar namoz o'qib, Qur'on tilovat qilib turilsa, bu uyga Alloh taoloning fayz va barakasi yog'ilishiga sabab bo'ladi va har xil jin va shaytonlarning qochishiga sabab bo'ladi. Chunki Payg'ambar alayhisolamdan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda uylaringda namoz o'qib turinglar yoki Qur'on tilovat qilib turinglar, uylaringda qabriston qilib qo'ymanglar deganlar. Demak, xulosa qilib aytishimiz mumkinki, yuqoridagi ma'lumotlardan ma'lum bo'lyaptiki, yotoqxonada yoki yotoq joyida Qur'on tilovat qilish, namoz o'qish, balki mushaf kitobini turishi buni hech qanday shariatda qaytarilgan joyi yo'q ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.